Assalomu alaykum. Darsimizni boshlaymiz. Bu darsda biz Linux nima, Linux tarixi va Linux oilalari haqida bilib olamiz. Xo'sh, Linux nima? Ko'pchilik Linuxni operatsion tizim deb biladi. Aslida Linux operatsion tizim emas, u kernel, ya'ni tarjimon. Linux ochiq kodligi va bepul kernel, ya'ni tarjimon dastur. Linux 1991-yili Linux Torvalds tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu yerda kernel nimaligini rasm misolida olib kelganman. Bu yerda application, ya'ni dastur ta'minoti. Bu yerda esa software, GPU, memory, devices, qolgan devicelar. Kernel software va hardware o'rtasida aloqani ta'minlab beruvchi tarjimon dastur. Bu yerda boshqa rasmlar ham bor va Linux oilalari. Linuxning ko'plab oilalari bor. Debian, Red Hat, Slack Family, Arch oilasi va boshqa dasturlar bor. Pastda bor, yana rasmlar bor. Bularni keyingi darsimizda davomida ko'rib o'tamiz.